jahannamga yana qaytariladi. Va bu holat zakot bermagan boyni mana shu azoblanishiga yana 50 ming yil davom etadi. Hayvonlari bor odam, nisobi yetgan odam agar hayvonlardan zakotini bermasa, bu ham xuddi shu holatda bo'ladi. Inshaalloh ertaga qiyomat kunida mutakabbirlarning ahvoli qanday bo'lishi haqidagi suhbatimizni davom ettirgan bo'lamiz. Bir shayni aytib qo'yaman. Ertaga o'qiydigan narsamizdan. Dunyoda pul bilan odam nimasi bilan boshqalar oldida kibr qiladi? Nima sababdan o'zini katta tutadi? Puli bor, yo amali bor, yo falonchilardan, yo po'kinchilardan mana shu narsalari bilan o'zidan pastroq bo'lgan odamlarni mensimasdan kibr qilayotgan odam qiyomat kunida Rasululloh odam ko'rinishiga yaraladi, lekin chimanada kichkina bo'lib yaraladi. Xuddi shu tepalagan, xor qilgan odamlarini oyog'ini ostida tepalanadi. Jazo gunohning jinsidan bo'ladi.